Savol. Assalomu alaykum ustoz. Birinchi. Amazon, N11, hepsi burada Trendyol, Giddiyorga o'xshash torda setish supullarida mal setish orqali tijorat qilsak bo'lamdi. O'zimiz torbat qurib mal sotsaqchi. Ikkinchi. Instagram, YouTube, Facebook qatorliq ko'rilish soni ma'lum darajaga yetganda pul tepish ko'znak ochiladigan va yoki e'lon berish orqali kirim qilinadigan ijtimoiy aloqa vositalarida pul topsak bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Birinchi. Jazoniga noaniqlikqa va aldashga yetmaydigan shaklda torda mal setishga bo'ladi. Tor supullarda setish usullari intayin ko'p bo'lg'achqa, umumyuzlik bir hukm berish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo ba'zi setish usullarida ba'zida cheklangan ishlar yoki noto'g'ri shartlar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, qo'lida yo'q tovarni dropshipping qilib setish joiz emas. Shunga har kim duch kelgan ahvolda ko'ngli xotirjam bo'lmagan nuqtani so'rab oydinlashtirib olsa bo'ladi. Ikkinchi. Beriladigan e'lonlarni suzishda xili kuchsimi yanada behayo va noto'g'ri e'lonlar chiqib qoladi ekan. Agar shuni to'liq tizginlay olsa va ziyonli e'lon chiqmaydigan qilolsa joizdir. Men 2 yil ilgari izlanib, uning mumkin bo'lmaydiganligini bilgan. Undan keyin o'zgardimi bilmayman. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.